Hey, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun Aizod kanali. Bugungi videomiz car parkingdan bo'ladi. Bugun Priorada to'qqa chiqamiz. Kanalga ketdik do'stlar. Aytgancha kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib qo'ysanglar, sizlardan juda katta rahmat deb qoldim. Ketdik to'qqa sekin. Abidan shunday chiqib, shuni tarafdan tortib. Aytgancha bu mashinamiz bez nomer ga ishlab qolsa bo'lar. Ketdi muhim do'stlar. Uchib boramiz. Sekin. Wow, urdik. Mashina urdik. Zonasiga ko'rsataymi, qaranglar. Yapılmayacak. Sekin. Ne qayta olamiz. Sekinmas, tez qaytdik. Uylarda nima gap? Nima qilyapsizlar? Tinchmisizlar? Maktabda yaxshimisizlar? Yaxshi o'qiyapsizlarmi? Kommentariy yozib qo'yinglar. Mendan so'rasanglar hammasi yaxshi. Xudoga shukr. Mana ketma-ket videolar chiqarayman. Bu videomiz Xudo xohlasa bugun chiqadi. Bugungi sanamiz 12-mart bo'ladi. Bugun chiqadi Xudo xohlasa. Mashina sekin ketib qoldik. Ko'p gap eshakka yuk deganda shunday bo'ladi. Sekin bosib shunday chiqib ketamiz. Menda bozor o'char bor. Mashinada yuklab qo'yganman Priora orqasiga. Videoni boshlashdan oldin magazinga kirib chiqdim. Magazinga kirib bu shashlik qilishga suv olib chiqdim. Qani yo'lga ketdik. Qaranglar. Priora zo'r yurigan. Bezdan bo'lmaydi, demak, beda. Sekin haydab yuramiz, sekin. Bu yerdan. Mana bu chiqamiz, qarang. Shunday chiqib ekanmi bu yoqqa? Ana shu yerda dam olamiz. Diska juda jostki, chunki balonni ingichgan buni. Balon ingichga qo'ygan ekanman. Bu safar to'qqa chiqmoqchi bo'lsam, bu safar aytgancha, bu safar ukam bilan to'qqa chiqamiz. Bugun ukam vaqti bo'lmay qoldi. Chiqolmayman akajon dedi. Bu safar bu keyingi shu to'qqa birga ukam bilan to'qqa chiqamiz videosi 2 kundan keyin chiqadi. Xudo xohlasa 2 kundan keyin chiqadi. Shuni yozib qo'yamiz. Borar ekanman tepasiga. Sekin bosib kavul osib chiqaramiz-da. Chiqmaygan. Kavlab qoldi. Nasam shunday qilib sekin. Mana shu yerga qo'yamiz. Yo'q, ber bo'lmaydi. Juda tikka ber. Birdan shuni tushamiz-dan. U yoqda tepalikda mashina qo'yamiz. Mana yoqqa mashina qo'yamiz hozir. Sekin. Qo'yarda juda bo'lgan. Qayoqqadir mashina qo'yish kerak. Mana tepalikka chiqamiz. Voy bu sekin bosish kerak birdan. Voy chiqolmadi mashina. Ne qilib? Qolamiz. Davay Priora. Pastlik qilyapti. Pastlik qilyapti. Voy. Ona. Yapalımız en. Bostik. Çıkma. Ne yapıyoruz?
Demak, arqa bilan chiqish kerak. Orqaga qo'yamiz-da. Foyda bor ekanmiz. Ketdi. Uchadi endi. Qara, fokus ko'rsang. Ko'rdingizlarmi? Qancha ko'rmaysizlar. Kamerani olib ketdi. Tepalikka voy. Hayda. Chiqma tepalikka kerak. 4 ta balonni qo'shsam chiqma. Shuni bosamiz-dan ana yoqqa chiqamiz. Voy bu. Buncha tikka beray. Уже joy yaxshi ekan. Aparat. Sekin chiqdik. Balık sevede kor. Oldu bread gibi. Qiynalib chiqyapmiz o'zi ham. Voy. Ibi. Voy. Sekin bosdik. Ketdi. Sekin gazni sekin bosib chiqamiz. Kabel olish mumkin-da chunki. Sekin. Qaranglar, kabel. O anada ochiq maydon bor ekan. O'shaga boramiz. Qani ketdik. Voy. Voh. Mana shu yerda damosa bo'ladi odam. Nega to'xtatamiz ham shuni. Shuni qo'yamiz. Voy, bu oldi bacha olib ketibdi. Shuni tortamiz. Shuni qo'yamiz. Sekin bozor o'jarlarni olib tushamiz. Do'stlar, o'zim piknikni tugatib sizlar bilan ko'rishamiz. Do'stlar, juda kech bo'ldi, soat 22:47. O'zim 10gacha dam olamiz. Musorlarni shunday soldik. Shuni yopib ketdik. Ko'chamiz shuni. Hop, ketdi. Mashina toza. Birinchi faran yo'q olishimiz kerak. Ledda var. Sekin qo'zg'alamiz. Favorit. Sekin bosib beramiz. Do'stlar, men bo'lmasam yo'lga chiqib, uyga borib sizlar bilan videoni davom ettiraman. Uyga borib olay, sizlar bilan gaplashaman. Bo'lmasam ko'rishamiz. Uyga borib olay. Do'stlar, uyga kelaman hozir. Uyga ham tanasan oldim. Soat 50 o'tibdi. Uyga ham 3 minutda kelman. Muncha tez keldim, bilmayman o'zim. Mana biz sekin ustaxonaga kirib chiqamiz. Sekin bosib boramiz. O'shani tortib qo'ydim. O'shani yuvamizdan, o'shani o'sha nima oldiga qo'yib qo'yamiz. Mashina priorani domim tagiga qo'yib qo'yamiz. Mana bu garajda kichkina o'zimga sotib olganman. Ana shundan sekin qo'yamiz. O'chir. O'sha pedagogga o'chirib qo'yib quflaymiz. Do'stlar, bo'lmasam hammaga xayr. Sizlar bilan Aizod kanali bo'lgan bo'ldi. Bugun videomiz kimga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, kommentariy yozib qo'yinglar. Bo'lmasam hammaga xayr. Do'stlar, shu video 10 ta like yozsa, keyingi video chiqadi.